Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мына сиздер сураган Crown машинасы. Бул азыр Ош Жапалак автоунаа базарында. Албетте урматтуу көрүүчүлөр, бизге катталганды унутпаңыздар. Сиздер сураган ар бир машинаны тартып көргөзөбүз буюрса. 2006 дейт. Телефон номери өзүңүздөр экрандан көрүп жатасыздар. Кожаный салон, автомат, коробка. Kimga qarasizlar? Yo'q, biz tartib tutamiz. Mağaza yaptı. О. Bunun bahasını qancha deyapti, bilmadingizlar? 15500. 15500 dollar. Esinden zona qilib to'liqroq ma'lumot olasizlar, hurmatli ko'ruvchilar. RAV4 Limited ismi? Limited, hibrit. Hibrit. Mana ki. Avtomat ha bular? Avtomat. Yılı qaysi? 2016 hibrit. Mana ki, ichida toza. O'ta yaxshi sosteniyada ekan. Автомат, коробка. Elektropaket bit bor ishlaydi ekan. Bunun maqsadi nima? Sidenya 30.000 dollar. 30.000 dollar. O'sha nomerga zona qilsa bo'ladi. İşte buna aka. 30.000 dollar. Qancha qilib berasan bunun bahasini? Olacak. Kelishim bağda tushirib berasiz. İçine şöyle. Bo'ldi. Mana hurmatli ko'ruvchilar, sizler suygan, sizler suragan mashinalar buyursa, bu yerde 33.000 dollar deb yozib qo'yibdir. Mana aka 2016 yılı hibrit 2.5 telefon nomeriga zona qilib to'liqroq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. O'zingizlar ko'rib o'tasizlar, qanchalik kelishgan Lexus ekanini. Hurmatli ko'ruvchilar, bizga qattalganды unutpangizlar. Albatta sizlar so'ragan har bir mashinani tartib ko'rgazib o'tamiz. Qo'ng'iroqchani bosib, like-dan bosingizlar. Sizlarga bayma-bay biz tartgan mashinalar tushib turadi. Bunaki hozir sizlarga Jilini avtomat korobka 2008 14.200 dollar deydi. Telefon nomeri dana ko'rinib turadi. Zona qilib to'liqroq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Alfard naki. Camry 30. Naki 2002 deydi, 2.4 avtomat korobka. Telefon nomerlerini ko'rib o'tasizlar. Biz hozir Oshda Japalak avtounaa bozorindamiz. Camry 35 naki tuğanlar. Janagı nomerga zona qilib to'liqroq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Bizga qattalingizlar, qattalganды unutpangizlar.